6 bab. Uziya podshoh vafot bo'lgan yili men ko'kda yuksak taxtda o'tirgan egamni ko'rdim. Uning libosining etki ibodatxona ichiga to'lgan edi. Üstü tarafida yenib turgan siraflar bor edi. Ularning har birining 6 qanoti bo'lib, ularning 2 qanoti yuzini yepib turardi. Yani 2 qanoti putlarini yepib turardi. Qolgan 2 qanoti bilan uchib turardi. Ular bir-biriga yuqori ovoz bilan Muqaddas, muqaddas, muqaddastur. Kudretlik serdar perverdigar. Bütkül yer zemin tolgandır. Onun uluqlıqıga deb vaqırshatdi. Ularning ovozi bütkül ibodatxonani tavirtib etdi. U yer tutunga to'ldi. Men o'zimga shundoq dedim. Halimga voy. Ben tugashdim. Chunki ig'zim gunohga patgan, hamda ig'izi gunohga patganlar orasida yashaydigan men. Olamning podshohi, ya'ni qudratlik sardor Parvardigorni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Siraflarning biri qurbonlik supisidan laqshigir bilan olgan bir cho'g'ni qo'lida tutib yenimga uchib keldi. U cho'g'ni og'zimga takkizib qo'yib, qara, bu cho'g' lavlaringga takkizildi. Endi ayıplaring yuyuldi. Gunohlaring kechirildi, dedi. Men yana egamning kimni avatay, kim biz uchun bordi degan ovozini angladim. Men bu yerdaman, meni avating, dedim. Egam menga mundoq dedi. Sen berib u xalqqa anglaysizlar, biroq tushunmaysizlar. Ko'rsizlar, biroq his qilolmaysizlar deb aytqin. Sen ularning qalbini johil, quloqlarini pang, ko'zlarini ko'r qil. Shuningda ularning ko'zlari ko'rmas, quloqlari anglamas, qalbi tushunmas bo'ladi. Shuning bilan mening yo'limga qaytib shifo topolmaydi. Keyin men, ey egam, bu qachongacha davomlashadi deb so'radim. Egam javoban mundoq dedi. Bu toki shaharlar odam zotsiz xaroblikka aylanguncha, o'yla cho'ldarab, vayron bo'lgan zaminlar qaqasliqqa aylanguncha, toki men bu xalqni yiroqqa surgun qilib, bu zaminlar tashlab etilguncha davomlashadi. Bu zaminda xalqning 10dan biri qolsa-mu, zamin yanila vayron qilinadi. Lekin xuddi pista va dub daraxtlari kesilib, ko'tiki qolsa-mu, yana ko'klagandek, ularmu ko'klaydi. Muqaddas uruq shu ko'takdir.